hozirgi darsimizda biz ko'rib chiqamiz. Demak, Pythonda ma'lumotlar kiritish va chiqarish bo'yicha qanday ma'lumotlar kiritamiz va qanday chiqarishimiz kerak bo'ladi. Demak, bitta fayl, masalan, main degan bitta fayl yaratdik. Demak, tashlaymiz. Demak, qanday qilib ma'lumotlar kiritsak bo'ladi. Например, ma'lumotlar kiritishda inputdan foydalanamiz. Input funksiyasidan. Так, name input qo'shtirnoq qilamiz. Hechga kerakli bo'lgan so'zlar yozamiz. Ismingizni kiriting masalan. Ikki nuqta qo'yamiz. Tj qoldiramiz. Demak, bu kiritish ma'lumotlardi. Va keyin esa chiqarish print. Demak, print beramiz va qo'shtirnoq ichiga salom va virgul va bitta joy tashlaymiz. Joy tashlamasak ham bo'ladi. Va keyin esa virgul joy tashlab name qo'yamiz. Ya'ni nima kiritgan bo'lsak, o'shani bizlarga chiqarib berish kerakligini ko'rsatamiz. Keyinchalik esa ko'rishimiz mumkin. Masalan, qo'yamiz. Va ko'rdikki, bu yerda ma'lumotlar kiritish uchun inputdan foydalanamiz va chiqarish uchun printdan foydalanamiz. Buni ishlatib ko'ramiz. Bizda ko'rishimiz mumkin. Demak, bizlarga so'rayapti, ismingizni kiriting. Masalan, Anvar kiritadigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin. Salom Anvar degan bizlarga javobni qaytaradi. Demak, pastroqdan endi davom ettiramiz yana. Demak, sonlarni kiritish va arifmetik amallarni ham ko'rib chiqsak bo'ladi. Demak, bu yerdan pastroqqa tushamiz. Masalan, a deymiz. Int pl va kiritish uchun input yozamiz. Va qo'shtirnoq ochib, demak, kerakli bo'lgan kiritish kerak bo'lgan so'zlarni bu yerda ko'rsatamiz. Birinchi aytamiz, birinchi sonni kiriting. Son kiriting deymiz. Xuddi shu narsani yana qaytarib yozib o'tiramiz. Bir sonni kiritishimiz kerakligini ko'rsatib aytamiz. Ikkani kiritgan bo'ladigan bo'lsak, endi bir sonni quyida ko'ramiz. Ikkinchi sonni kiriting deb yozamiz. Sonlarni kiriting deb yozdik. Demak, ko'rishingiz mumkin, kiritish kerak bo'lgan sonlarni bu yerda aytib o'tyapmiz va print orqali chiqaramiz bu yerda ma'lumotlarni. Demak, ochamiz va qo'shtirnoq ichida kerakli bo'lgan so'zni kiritamiz. Demak, yeganda bo'ladi. Demak, yig'indi deb yozsak ham hech qanaqa ahamiyatga ega bo'lmaydi. Tak, yig'indi qo'yishimiz mumkin. Va undan keyin esa bizlar kerakli bo'lgan yozamiz. Nimani chiqarib berish kerak o'zi bizlarga. Plyus b. Birinchi bizlarga, demak, ikkala simvolni chiqarib berish kerak.
va keyin yana buni olamiz bitta ajralmaslik uchun. Yig'indi bo'ladigan bo'lsa, keyin uni ko'paytmasini hisoblashimiz mumkin. Demak, ko'paytmasini hisoblashimiz kerak. Endi formulaga olib qilamiz. Endi qo'shish o'rniga, demak, kesishkidan foydalanadigan bo'lsak, yulduzchalar demak chiqarib beradi. Demak, ishlatib ko'ramiz, dasturimiz ishlayaptimi yo'qmi. Birinchisini chetga qo'yib qo'yaylik. Mayli, ishlab tursin. Demak, yozadigan bo'lsak, salom deb chiqaradi. Birinchi sonni kiriting, masalan 6 kiritadigan bo'lsak va ikkinchi sonni 5 kiritadigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkinki, bu yerda yig'inda, bu yerda ikkitadan xavfsizlik kerak emas. Xavfsizlikda o'chiramiz. Ikkinchisini ham o'chiramiz. Ko'ramiz, xatolik yo'q. Demak, boshlaymiz. Masalan, endi farosda bu yerda ko'rishimiz mumkin. Dasturimizni ishlatyapmiz. Demak, sonni kiritamiz. 9 kiritamiz yoki 6 kiritamiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Yig'indi soni teng, ko'paytmasi soatiga teng. Demak, bu sonni kiritish orqali arifmetik amallar bajarish bo'yicha misol qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Buni kompyuter hisobiga olib qo'yaylik. 2, 3 va 1, 2, 3 hisoblab kompyuter bo'lib qoladi bizga. Keyinchalik yana ko'rib chiqishimiz mumkin o'zgaruvchilarni formatlab chiqarish. Bu jarayon qanday bo'ladi? Shu haqida ham ozroq gaplashsak bo'ladi. Demak, birinchi yozishimiz mumkin eg degan yoshlik o'tish uchun va teng masalan int tipli xavfsiz ochamiz va input deb olib, demak, kerakli bo'lgan yoshingizni kiriting deyishimiz mumkin. Masalan, yoshingizni kiriting. Demak, yoshingizni kiriting deyishimiz mumkin. Demak, yoshingizni kiriting. Ikki nuqta qo'yamiz. Pastga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Printga beramiz endi. Print demoqsak, yoshlarni chiqarib bersin bizga. Demak, birinchi bo'lib sizning yoshingiz degan nimani kiritishimiz kerak. Demak, buning uchun figural qavsni kiritishimiz kerak. Ochamiz, yapamiz va bu yerga ego so'zini kiritamiz. Keyin yoshingiz degan so'zni kiritishimiz kerak. Yoki yoshtasiz desak bo'ladi. Endi buni tekshirib ko'ramiz. Demak, dasturimiz ishlayaptimi yo'qmi? Demak, bizlardan so'rayapti, yoshingizni kiriting. Masalan, 25 yoshdaman. Demak, bosishimiz kerak. Ha, bu yerda xatolik yo'q shekilli. Mana bu yerda bitta bunaqa F shartini ishlatmagan bo'lsak, demak, berish ham mumkin. Yana bir marta ishlatib ko'ramiz. Demak, 26 kiritadigan bo'lsak,
siz 26 yoshdasiz degan bizlarga natijani beradi. Demak, bu yerda yana ko'p ma'lumotlar bor. Demak, bir nechta qiymatlar bir qatorda kiritish yoki ro'yxatlar bilan ishlash. Mayli ko'rib chiqaylik. Ro'yxatlar, ya'ni list shaklida ma'lumotlarni kiritish va chiqarishni ko'rib o'tsak bo'ladi. Demak, mana bu yerda bunday qilamiz va kommentariy shaklga keltirish uchun posterlardan foydalanamiz. Temasiga tushamiz. Demak, bizlarga birinchi bo'lib kerak bo'ladigan narsa, masalan, numeratsiya deb olishimiz mumkin. Numeratsiya deb olamiz va list yaratamiz. List deymiz va kerakli bo'lgan ma'lumotlar funksiyalari ichkariga yozib chiqamiz. Demak, map esa int bilib berishimiz mumkin. Undan keyin esa kiritishga, ya'ni input yozishimiz kerak bo'ladi. Inputga demak kiritamiz hozir. Demak, birinchi nechta sonni kiriting, birinchi nechta sonni kiriting demak. Shundan birinchi emas, bir nechta deylik. Nechta sonni sonni kiriting deb yozamiz. Va keyinchaligidan keyin har bittasini alohida bo'laklarga chiqarib olish uchun funksiyalar bor. Speed funksiyasi bor, o'shandan foydalanamiz. Keyinchalik pastga o'tamiz va print deymiz. Kiritilgan sonlarni qo'yib chiqamiz bu yerda. Kiritilgan sonlar va undan keyin esa bundan chiqarish kerak edi. Numeratsiya yozamiz. Demak, ko'ryapsizki, hech qanaqa shikayat chiqmadi. Demak, buni ishlatib ko'ramiz. Sonlarni demak kiriting. 5 2 3 bo'ladigan bo'lsa, 8 bizlarga xatoliklar berdi. Demak, input orqali bir sonni kiritishimiz kerak. Demak, mana bu yerda noto'g'ri ishlatganimizni ko'rish mumkin. Bo'lishi kerak bo'ladi aslida, buni alohida qilib olish uchun. Yana bir ishlatib ko'ramiz. Sonlarni kiriting. 1 2 2 3 sonlarni kiritadigan bo'lsak, bizlarga ko'rishimiz mumkin. Bu yerda kiritilgan sonlaringiz 2 3 4 degan natijani olishimiz mumkin. Bu qisqacha demak ma'lumotlarni kiritish va chiqarish